Zo'r opa, judayam ko'p tekshirtirsam har doim immunitetim past chiqadi. O'zi nima uchun immunitetim tushib ketaveradi? Bilasizmi, immunitet bizni tanamizda organizmni himoya qiluvchi katta bir sistema. Lekin bu sistemani faqat o'zini ko'tarib bo'lmaydi. Tanamizda 12 ta sistema bizda chambarchas ishlayotgan bo'lsa, 3 tasi asosiy sistema. Bular triada ham deb aytiladi. Triada sistemasi deb. Bunga immun sistemasi, asab sistemasi va endokrin sistema kiradi. Bu uchala sistema birgalikda ishlaydi tanamizda. Bittasi asab tolalari bizda hamma axborotlarni qabul qilib olsa, endokrin sistemasi gormonlar bilan ta'minlaydi. Immun sistemasi esa tanamizda ham tashqi, ham ichki omillardan himoya qiladi. Agar biz immun sistemasini normal ushlamoqchi bo'lsak, mana shu triada 3 ta sistema bilan ishlashimiz kerak. Agar sizga bu aynan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, Telegram guruhimga o'tib, unda o'zingizga kerakli bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarni olishingiz va shaxsan mendan immunitetingizni ko'tarish uchun nima qilish to'g'risida to'laqonli konsultatsiya olishingiz mumkin. Rahmat.